Unutilgan Anguştar Tavfiq ruhi. Mamtili apandi qatl qilinganligining 60 yilligi munosabati bilan tarixning istirilkisi 21-asrni ko'z tutib turibdi. Shubhisizki 21-asrda insoniyatning o'z mavjudligi uchun ib boradigan kurashlari teg'imi dahshatlik va teg'imi rahimsiz bo'ladi. Ko'rgan bilginimiz oz bo'lsa-mu aniq his qilib yetdikki, yer sharidagi turli irqlar, davlatlar va millatlar 21-asrning bosug'isida turib, kelajagi ustida ta'xirsizlik bilan izlanmoqda. Biz bo'lsak, kelayotgan asrning bosug'isida tashvishga cho'mgan holda ting'irqab turibdimiz. Taqdirning bu qismati bizga sir emas. Olqinida angushtiri yo'q xalqning tarixning rahimsizlik bilan shollab yetishidan qutula olishi basi mushkul. Nodonlikning bepoyon dalasida tinab tamtirab yurgan xalqlar angushtariga, zulmat bosgan zamonning quchqida ingravatgan xalqlar mash'alga bakmi muhtoj bo'ladi. Ajdodlarimiz bizning hayot yo'limizga talay angushtarlarni ko'mib qo'ygan va talay mash'allarni yiqib qo'ygan. Lekin biz ularga to'limi e'tiborsiz muomala qildik. Mangu toshlar nima maqsadda tiklangan, Turkiy tillar divoni nima maqsadda yozilgan, qutadg'u bilikchu. Bizni bu 1000 yillar ilgariga unutilgan angushtarlarimiz bilan kimlar uchrashtirdi? Tarixning bepoyon ufuqida 1000 yillardan beri yulduz kabi tinimsiz charaqlab kelgan shir yurak azamatlarimiz bilan o't yurak mutafakkurlarimizning yolqinliq istaklaridan biz hali ham to'liq xabardormi yo'q? Nadonligimiz tufayli taqdirimiz tuz suyidak ochiq bo'lib kelaverdi. Angushtarlarimiz e'tiborsiz qolaverdi. Yo'l belgisi yo'q yo'lda eg'iz burnimizni qon qilib ketaverdik. Tarixda ajoyib saltanatlik xalqlarni qurib, Osiyo quruqligining bepoyon bag'rida arg'umoqlarining tuyoqlaridan o't chachratib, sayyoralardek erkin va bemalol yashab o'tgan, shundoqli ko'zni qamashtiradigan madaniyat mo'jizalarini yaratib, turkum ma'rifat yulduzlarini chaqnatib, madaniyat osmonini bezigan bu qadamiy xalq, Ipak yo'lining cho'ldarishi bilan tang ko'tarilgan asabiy ishonchilik, tugumas xurofotlik, mutaassib nodonlik, damko'ta qo'lchilik, arzimas tabriqchilik, shundoqla zulm zalolat quyullari ichida qora taqdirning quchqig'i yiqildi. Butkul tarim vodisi zulmat ichiga g'arq bo'lib ketdi. Tangritog' ona g'aflat uyqusiga potdi. Do'lqinliq ili daryosi un-tunsiz oqadigan bo'lib qoldi. İnsanning kulpatlik taqdiri nodonlikdan tug'iladi. Mana shundoq uzoq so'zilgan kulpatlik taqdirimiz faqat nodonligimizdan tug'ildi. Nodonlikdan qutulmay turib kulpatlik taqdirimizni o'zgartirish mumkin emas edi. 20-asrga qadam qo'yish harpsida boshqa allada yangragan ma'rifat qo'ng'iriqining sadosidanmi yoki atrofidagilarning dahshatlik xo'rak ovozidanmi ay tavur ba'zi iymon e'tiqodi sezgur kishilar uyg'onib, o'z xalqining holiga qarab cho'chib ketdi. Ular kulpatdan qutulishning angushlarini izlab, oxiri yangi maktab ma'arifini yo'lga qo'yishga tutish qildi. Maktab xosiyatli qo'ldirma. U o'zining yangroq ovozi bilan g'aflat uyqusiga g'arq bo'lganlarni cho'chitib uyg'otadi. Maktab nurani mash'al.
u zulmat ichida tinab tamtirab yurganlarga porloq manzilni ayon qiladi. Aka Ufka Hüsenbay bilan Bahovuddinbay otish eksoqda yoqqan bu ma'rifat mash'ili o'zining nurani sho'lisi bilan Tangri tig'ining zulmat bosgan osmoniga yo'riqliq sepishga boshladi. Garchi bu mash'alning yo'riqi ojiz bo'lsa-mu, ilhomi kuchli bo'ldi. Atush, Kucha, Turpan va Ili vodillarida Tashaxunum, Maqsud muhiti, Hamud Haji qatorliq millatparvar, ma'rifatparvar boylar yangi ma'rifat mash'allarini yoqdi. Shunday qilib 20-asrning kirishi bilan millatning taqdiri, vatanning istiqboli ustida izlanishning muqaddimasi boshlandi. Necha asrlardan beri jaholat tutaklari qoplab kelgan Tarim vodisining osmonida nurani yulduzlar charaqlashqa, Tangri tog' onining gigant gavdasi bilinmas midirlashqa, tinsiz eqib kelayotgan Ili daryosi shavqullashqa, necha asrdan beri pushuldab yotgan bu qadamiy tuproq asta silkinishga boshladi. Afsuski, mushu asrning beshida taqdirimizning og'amchisini 20 yilga yaqin changalig'i elib olgan siyosiy sehrgar Yang Zingshinning xalqni nodonlikda qoldirib, bexudlashtirib tizginlash siyosatining kasofati tufaylidan tarixiy uyg'onish bosqichiga qadam qo'ygan bu millatning o'z taqdiri va istiqboli haqidagi izlanishlari muqaddima holatida bo'g'ib tashlandi. Chunki Yang Zingshin Yuan Shikayga yozgan osma xatida Chanto'laning madaniyat ma'arif ideyasi rivojlantirilsa, ularning hokimiyat ideyasi qo'zg'aladi. Bu cho'qim Xinjiangni qalaymaqonchilikqa ep boradi deyilgan. Shuni u o'z ishxonasining temiga Cumhuriyet tunjirat qildi izhor ma'rifat, uyat andi besh xaqon yatta bagdak davrimak. Jungyondagi g'avg'oga parvo qilish na kerak, chegara diyor ba'ayni bog'i eram husnadak. Musulmonni janubdan shimolgacha band qilsak, ibtidoi puhrolar anqov bo'lsa afzalroq degan nazmini yezib esib edi. Mana mushunda qora niyat aqidani angushtar qilib tutib olgan Yang Zingshin Uyg'ur xalqining tarixida kishini mangu afsuslantiradigan hasratlik sahifini paydo qilgan edi. Siyosiy yalmavuz Yang Zingshin o'ltirilib uzoq o'tmay, Xo'janiyaz hojining yetakchiligida qo'zg'algan Qumil dehqonlar inqilobi o'zining nisbiy g'alabasi bilan Tangri tog'ning janubiy va shimolida ozodlik va erkinlik shuarlarining tushma-tushdan yangrab, ma'rifat cho'qonlarining avjiga chiqishiga tarixiy fursat ib keldi. 30-yillarda qo'zg'alib butkul Tarim vodisini zilzilaga solgan mana mushu yangi ma'arif harakatida ulug' ma'arifchi, talantli tashkilotchi, o't yurak kompozitor va shoir, Uyg'ur xalqining nomi o'lmas o'g'li Mamteli apandi Tavfiq sarkardalik rol o'ynadi. U o'zining qisqa ammo qismatga boy sholliq hayotida xalqimizning ma'arif va madaniyat ishlari uchun o'chmas tuhfalarni qo'shdi. U o'zining ma'arifchiga xos nurani obrazi, san'atkorga xos mag'rur xislati, jangchiga xos qaysar xarakterini namoyon qilib, xalqning kulpatlik taqdirini ma'arif orqali o'zgartish yo'lida borliqini beg'ishlab, ajoyib fidokorlik ko'rsatib, nodonlikning quchuqida ingravatgan millionlagan qarindoshlarini uyg'onishga, kulpatlik taqdirini o'zgartish uchun jon tikib kurash qilishga da'vat qilib, oxirida o'z e'tiqodi uchun ko'yib kul bo'lib, ilhom baxsh ma'niga boy Tavfiq ruhini ro'yobga chiqardi. Uning bu ruhi "O'yg'on millat, yurtingni sen qutuldur. Maktab bilan chiroq yoqqin nur to'ldur. Bitsun endi zulmat davri istibdod. Shum taqdirdan qara kundin bol azod" degan yolqinliq misralarda to'liq namoyon qilinib, mangulik sado bo'lib qoldi.
Uyg'ur yangi ma'arif harakatida sarkardilik rol o'ynab, kishini hayajonga soladigan muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirgan Mamtili apandi 1901-yili Qaraxoniylarning qadamiy ostonasi Otushning Buyomat kentida To'xtaji ismli tebib oilasida dunyoga kelgan. Uning onasi Fatmaxon tarixiy shaxs Tashaxunimning ochisi edi. Mamtili apandi maktab yeshiga to'shqanda diniy maktabda o'qigan. Keyin turkiyalik ma'arifchi Ahmad Kamoldan yangicha bilimlarni va yangicha tarbiyani qabul qilgan. Yeshining cho'ng'ayishiga ergishib jamiyatni tushunishni cho'nqurlashtirgan, masalalarni ko'zatishni o'tkirlashtirgan Mamtili apandi Yanzingshi hokimiyatining razil mohiyatini va nodonlikning oqibatini tonib yetgan. Shuning bilan u mahallasidagi o'qish yeshiga to'shqan bolalarni tashkillab, qo'y boqqili chiqqan yerlarda, o'rmonliqlarda, cho'ng daraxtlarning soyasi ostida, ba'zi kechalari uyida o'qitishga boshlagan. U Ahmad Kamoldan o'rgangan jangovar naqshlarni, yangi bilimlarni o'rgatgan. Bolalarni qiziqtiradigan tanarkat faoliyatlarni tashkillagan. Mamtili apandi so'zga chivar, tambur chelib naqshi aytishga mohir, bolalarni tashkillashga usta, biladiganlarini ifodalash iqtidori yuqori yigit bo'lg'ashqa, mahallasidagi barliq bolalarni rom qilib olgan. Uning sinfsiz o'qitish shakli unumlik bo'lgan. Kishilar Mamtili apandini bola apandi deb ta'riflashgan. Lekin mutaassiblik, nodonlik qon qiniga singib ketgan ba'zi kishilar Mamtili apandining mahalladagi bolalarni qator tizildirib, naqshi o'qitib, mashqa dasitib, to'p taptirib yurganligini ko'rib, To'xtajining bolasi bolalarimizni iymonsiz shaytonga aylantirib qo'yibotdi deb, o'zlarining va tuqqanlarining bolalarini Mamtili apandiga agishishdan to'sqandan sirt Mamtili apandining dadisi To'xtajiga o'g'liga nasihat qilish haqida maslahat bergan. Mamtili apandi ular bilan tig'ma-tig' elishib, ularni hajviylashtiradigan qo'shoqlarni to'qib, o'quvchilarga o'rgatib o'qitgan. Tashaxunimdan Mamtili apandining ishlarini anglagan Bahauddinboy Mamtili apandining harakati va g'ayratidan so'yinib, uningga madad berish uchun bir qitim Otush Mashhaddagi Sulton Sotiq Bug'raxon jamiasiga Jumu'a namozi o'qig'ili manganda atoyitan Buyomatga kelib, Mamtili apandini etig'i mingashtirib Jumu'a namozini o'qig'ili billa borgan. El ichida yuqori obro'y inovatga ega Bahauddinboyning bu ishini ko'rgan jahil kuchlarning demi ichiga tushib ketgan. Mamtili apandi fursatni ching tutib, harakatini teg'imi avj oldirib, kashkurus faoliyati tashkillagan. Kunlarning o'tishi bilan kashkurusda odam ko'payib ketdi. Kashkurus har kuni tun yerimgacha davom qilib, kursdagilar naqshi o'qiydi, hikoya anglaydi, konsert o'yinlarni ko'radi. O'pigarlar yig'ilib maydon ovotlashib, ajoyib qaynam tashqinliq bir hayot hosil bo'lib, xalq xushalliqqa cho'madi. Mutaassib unsurlar To'xtajining kichik o'g'li Mamtilining bu harakatlardan norozi bo'ladi. Ular ish moshundaq ketaversa o'zlariga yaxshi bo'lmaydiganligini sezib, Otush begiga, yurt cho'nglariga, Shangyularga pora berib arz qiladi. Mamtilining otasiga va Mamtiliga tahdid selib, Mamtilining harakatini cheklaydi. Mutaassiblarning qilayotgan ishining tegi taxtiga yetgan To'xtaji o'g'li Mamtilini beshiga keladigan peshkanlikdan saqlab qolish uchun 1920-yili yurtidan ep chiqib ketib, eli, bor talo va cho'chakka berib shu yerda tirikchilik qiladi. Mamtili apandi safar jarayonida Sayram ko'lini ko'rib, Sayram ko'li o'zing kichik darding to'la, davolg'uysan sohillardan tashanmaysan. Atrofingni qo'rshib og'ach egiz tog'lar, tilisan davollardan ashanmaysan degan dongliq she'rini yozadi. Mamtili apandi cho'chakka borgandan keyin sotirashliq, dadasi teviblik qilgan. Mamtili apandi haqqoniyat tuyg'usi kuchlik, fikri o'tkir,
gap so'zi o'rinliq, qaddi qomati kelishgan, naqshi usulga mohir, tambur chelishga usta bo'lg'ashqa, uzoq o'tmayli cho'chak yoshlari orasida obro'y inovat tepib ketgan. Uning sotirashliq do'kini yoshlarning fikrlashadigan, munozirlashadigan, yangi xabarlarni so'zlashadigan saloniga aylangan. Mamtili apandi cho'chakda Qozondan kelgan mashhur tatar olimi Murod apandi bilan qo'yiq munosabatda bo'lgan. 1924-yili Qashqarda Abduqodir Domollamni qaslab o'ldirish voqeasi yuz bergan. Bu xabar cho'chakka yetib kelgandan keyin g'azab nafrati qaynab toshgan Mamtili apandi o'qidi, ochdi degan g'azalini yezib sotirashliq do'konining temiga chaplab qo'ygan. Do'st birodarlarga tarqatgan, ohangga selib so'rinlarda tambur bilan naqsh qilib o'qigan. Mamtili apandining cho'chakdagi faoliyatining kuchayib, ta'sirining kengayib ketayotganligini bayqagan hukumat doiralari uningga dushmanlik ko'zini tikkan. Ular Mamtili apandini bir bahona sabab bilan qo'lga elishni planlayotgan chog'da Mamtili apandi dadasi To'xtaji va Murod apandilar bilan maslahatlashib chet elga chiqib ketish niyatiga kelgan. Murod apandi Mamtili apandiga bir ot va pul yordam qilgan, ham Shamay shahridagi do'stlariga xat yozib bergan. Mamtili apandi taxminan 1926-yilining ma'lum bir kuni otliq kechilab chegaradan o'tib Sovet ittifoqiga chiqib ketgan. U aylanib Toshkentga borgan. Toshkentda o'choqlarda Xinjiangdan chiqqan Uyg'ur ishlamchilar, savdogarlar ko'p edi. Mamtili apandi yangidan qurilib mustahkamlanayotgan Sovet qizil hokimiyati sharoitidagi Toshkentda moddiy va ma'naviy jihatda qattiq qisilgan. Kun siri kuchayotgan Stalinizmni shishdan qattiq bezor bo'lgan. Shuning bilan u taxminan 1928-yilning boshlarida Turkiyaga chiqish maqsadida uzun musofani besib Qora dengiz bo'yidagi Qrim yarim oroliga yetib kelgan. U bir mezgil Qrim yarim orolidagi Sevastopol portida bo'yniga tanzi esib tirikchilik qilg'ach Turkiyaga chiqishning amalini izlagan. Mushu jarayonda u turkiyalik bir paraxod xizmatchisi bilan tanishib qolgan. Mamtili apandi uningga tambur chep berib, uni o'ziga ram qilib olgan. U kishi Mamtili apandini paraxodga selib Istanbulga yetkazib qo'ygan. Mamtili apandi Istanbulga borgan dastlabki kunlarda jon beqish uchun bir turk beliqchiga yordamlashib beliqchilik qilgan. Bara-bara tonish bilishlari ko'paygan, yurtdoshlari bilan tepishgan. Shunda qilib u boshqalarning yordami bilan Istanbuldagi bir Darul Mualliminning qora xizmatchiligiga qabul qilingan. U maktabda qora xizmat qilish bilan billa donliq o'qituvchilarning leksiyasini deriza tuvida ishik yanada turib ting'ishigan. Mamtili apandi maktabda muayyan munosabat asosini barpo qilgandan keyin maktab mudiriga o'zini o'quvchilikqa qabul qilish to'g'risida iltimos sungan. Mamtili apandining ruhidan ta'sirlangan maktab mudiri Mamtili apandining iltimosiga qo'shilgan. O'qish orzusi amalga oshgan Mamtili apandi o'zini unutgan holda tirishib o'qib, uzunga qolmayla maktab ichida ko'zga ko'rinish bilan billa o'zining muzik talantini joriy qildirib, ohang ijodiyatiga kirishgan. Bir qitim u o'quvchilarga o'zi ijod qilgan Biz Uyg'urning bollari degan naqshisini tambur bilan o'rindab berib olqishga erishgan. Mamtili apandi 3 yillik o'qishni a'lo natija bilan tamomlagandan keyin Istanbuldagi bir boshlang'ich maktabda o'qituvchi bo'lgan. U shu kunlarda Turkiya gazetlaridan, Xinjiangdan haj safariga chiqqanlardan, savdogarlardan Xo'ja Niyoz Hoji Shingshisay va Majuninglarga oid xabarlarni ko'rib va anglab, 1934-yilning 5-ida siyosiy va harbiy kuchlar jon tikib elishayotgan Qashqarga yetib kelgan. 1934-yili yozda Qashqa vaziyati tinchlangandan keyin Mamtili apandi vaziyatni mo'ljarlab, yangi ma'arif harakati qo'zg'ashning tarixiy fursati tug'ilganligini his qilgan.
Chunki shu chog'da Shingshisay taraqqiyparvarlik niqobi bilan o'zining oldi buyuk siyosatini bozorga selavatadi. Xo'janiyaz Hoji Shinjong o'lkasining muavin raislik o'rniga o'ltirgan. Mahmud Muhiti Janubiy Shinjong garnizonining muavin qo'mondoni salohiyati bilan Qashqarga o'rinlashgan edi. Atrofliq plan tuzib qat'iy niyatga kelgan Mamtili apandi shu yili 8-oylarda Qashqardan ona yurti otishga chiqib, yangi ma'arif harakatiga tutish qilgan. Mamtili apandining bilim asosi kuchlik, tashkillash iqtidori yuqori, nutq qobiliyati ustun, ko'rgan bilgini ko'p bo'lg'ashqa, o'z g'oyasini amalga oshirish uchun otishdagi taraqqiyparvar boylarni, yurt cho'nglarini va ilg'or fikrli kishilarni safarbar qilib, Ostin Otishning 24 kentida 6 oy ichida 24 maktab ochishga niyat bog'lagan. Qo'lida hech qanday huquqi yo'q, yanchiqida puli yo'q, yurt ichida nopozi yo'q 33 yoshlik Mamtili apandining bundoq zo'r planni ishga oshirishiga kishining ishongusi kelmaydi. O'quvchi manbasiga kapolatlik qilish, o'qituvchilar masalasini hal qilish kishini tig'imi andishiga soladi. Lekin Mamtili apandi qat'iy irodaga kelgan bo'lib, ko'nglida mukammal plan tuzib qo'ygan edi. Mamtili apandi oldi bilan diniy maktablarda o'qigan, muayyan bilim asosiga ega, ilg'orlikqa, yangilikqa, taraqqiyotga talpinadigan yoshlardan 60 ni tizimlab, Otishning O'ng'iriq kentida ma'rifatparvar savdogar Molla Turdojim qurgan maktabda 6 oylik muallim yetishtirish kursi ochib dars o'tishga boshlagan. Mamtili apandi bu o'quvchilar o'qishini tamomlab bo'lguncha 24 kentda 24 yangi maktab sep bo'lish uchun 9 kishidan tarkib topgan maktab boshqarish hay'ati tashkil qilgan. Ondan har qaysi kentlarni birlik qilib 3-4 kichik kishidan tarkib topgan otalar hay'ati qurgan. Maktab boshqarish hay'ati bilan otalar hay'atlari Mamtili apandining safarbar qilishi bilan boylardan iona to'plab, maktab qurilishiga ish boshlagan va bitish oldida turgan maktablarga o'quvchi qabul qilish xizmatini ishlagan. Bu jarayonda Mamtili apandi bir tarafdan muallim yetishtirish kursidagi o'quvchilarga kuniga 6 soatdan muntazam dars o'tish, ularning turmushiga ko'ngil bo'lish qatorliq bir qator ishlarni qilsa, yana bir tarafdan har kuni kentlarga otliq berib, yangi maktablarning qurilishi va o'quvchi qabul qilish xizmatida ko'rilgan masalalarni bir taraf qilgan. Yana bir jihatdan she'r musiqa ijodiyati bilan izchil shug'ullanib, o'quvchilarga jangovar mazmundagi naqsh marshlarni o'rgatgan. Mamtili apandining Ostin Otishning 24 kentida yangi ma'arif harakatini ep berish plani boshlanib uzun o'tmay, bir qism mutaassib kuchlarning to'sqinligiga va ziyonkashligiga uchragan. Qiyinchilikqa azaldan bosh egmaydigan Mamtili apandi 1934-yili kuzda muallim yetishtirish kursidagi 60 ga yaqin o'quvchini boshlab, ratlik tizildirib, nay baraballarni yangratib, naqsh marshlarni tovlab haybat bilan Udul Mahmud Muhitining Qashqarda turishlik bosh ishtabiga yetib berib, to'sqin kuchlar ustidan shikoyat qilib, o'zlarini qo'llab-quvvatlashni talab qilgan. 1910-yillarda Turpan Ostonada akisi Maqsud Muhiti bilan birlashib yangi maktab ochgan Mahmud Muhiti, Mamtili apandining bir-biridan chechan, tartib intizomliq o'quvchilariga qarab, bo'libmi ularning mashrang maktab formasini ko'rib, jangovar naqsh marshlarini anglab, mengish turishlariga, mashq dastashlariga qarab ich-ichidan qoyil bo'lgan. Hayajonlangan Mahmud Muhiti otishdagi yurt kattillari, o'limalar va puhralarga Mamtili apandining yangi ma'arif harakatini qo'llash to'g'risida maxsus buyruq tushirgan va 2 askarini Mamtili apandini doim qo'g'dashga belgilagan. Ziyonkashlik va to'sqinlik qilishga uringanlarni qo'lga olishga buyurgan. Mahmud Muhitining qo'llab-quvvatlashiga muyassar bo'lgan Mamtili apandi Qashqardan qaytib chiqqandan keyin Otish Mashhaddagi Sulton Sotiq Bug'roxon jamoasida Jumu'a namoziga kelgan jamoatga so'z qilib, Mahmud Muhitining buyrug'ini o'qib bergan va o'zining maqsad muddaosini bayon qilgan.
Shuningdan e'tiboran Mamtili apandining ishlari nihoyat o'ngishli davomlashgan. 1934-yilning oxiriga kelganda muallim yetishtirish kursining o'qishi tamomlangan. Har qaysi kentlardagi yangi maktablarning qurilishi oxirlashgan. 1935-yili 1-oyda Mamtili apandi 6 oylik kursni tamomlagan 60 ga yaqin yangi muallimlar ratlik tizildirib, ney baraballarni chaldirib, o'zi ijod qilib o'rgatgan ma'rifat marshini aytqizib, otish ko'chilarini chang keltirib atgan. Mamtili apandi boshlab mangan bu yangi muallimlar biz muallim yurtlarda maktab ochamiz, xalqimizga yo'p-yo'ruq nurlar chachimiz. Talay yillar zulmatda tinab xor bo'ldik, ilm irfon yo'liga shuncha zar bo'ldik. Xurofotda qoldirib azdi zolimlar, ko'zlarimiz qorog'u ko'p nachar bo'ldik. Bizning mangan yo'limiz saodat yo'li, biz vatanning yengidan echilgan guli. O'qitimiz avlodni yangi pan bilan, puxta bo'lsin maktabning besilgan uli. Yo'ruq tanga talpindi viloyatimiz, ilm bilan tiklanar inovatimiz. Manba bo'ldi irponga yurtimiz otush, irpon bilan echilg'ay saodatimiz degan marshni o'qib manganda, minglagan kishilar yo'lning ikki qasniqida turib hayronlik va havas nazari bilan yip-yangi qiyofatdagi bu muallimlarga qarab tantana qilishgan. Mamtili apandi bu yangi muallimlarni otish ko'chalarida 3-4 kun aylantirgandan keyin har qaysi kentlardagi yangidan selingan maktablarga taqsim qilgan. Taqsim qilingan o'qituvchilar yangi bitgan maktabga berib sinfga kirganda, ularni sinfda to'lib o'ltirgan o'quvchilar o'rinlaridan turib hurmat salimi bilan qarshi olgan. Buni ko'rgan muallimlar Mamtili apandining qachonlarda bu o'quvchilarni mushu holatga keltirib bo'lganligiga hayron qolishgan. Ular bu ulug' ustozning naqadar ko'p jafo chekkanligini cho'nqur his qilishgan. Mamtili apandining yolqinliq ta'lim tarbiyasi bilan vujudi cho'qqa aylangan bu yangi o'qituvchilar oyojondan titragan qo'llari bilan munbarda turgan bu yo'qlamani varaqlab, o'qituvchilik hayotining tunji qadamini bosgan. O'zining muallimlik hayotidan cheksiz sharaf his qilgan Abdurahmon Shoir ismli muallim shu chaqdagi hayajonli kayfiyatini munu she'ri orqali nihoyat yorqin ifodalagan. Bugun yurtga yetib xushluq yenicha yo'l bilan mangduq. Kelib hurlik bu millatga go'yo cho'lpon kabi yonduq. Muboraklab ana xalqim opirin aytdi bu davronga. Ma'arif el oqartish yo'lida kulgan shu armonga. Savodsizlik balosidan qutulmoq bizga qarz bo'ldi. Jimiki ayolga o'g'inish har joyda farz bo'ldi. Ajoyib bir mahorat sohibi tavfiq chiqib shu dam, qilib tashviq targ'ibot xalqqa bo'ldilar hamdam. 24 o'ringa soldi yangi fanni maktablar. Aya chaqmoq kabi tiz bo'ldi harakat topdi barakatlar. Muallim biz degan marshni o'qishdik hammamiz yangroq. Bo'lib xursand jimi xalq oldi qo'yniga bo'lib amroq. Muallim bo'p taralduq belgilangan kentlarni bo'ylab. Qilib mas'ul bekitdi har o'ringa yaxshidan tanlab. Kimimmu belgilandim meyi maktabda bo'lib mas'ul. So'yindi Abdurahmonmu bu taqsimni ko'rib maqbul. Shundoq qilib 1935-yilning boshlarida Otishda Uyg'ur tarixida misli ko'rilmagan yangi ma'arif harakati boshlangan. 24 kentdagi yangidan selingan maktablarda 1000 ga yaqin o'quvchi o'qishga boshlagan. Mamtili apandi tuzgan o'qitish programmasi va Mamtili apandining o'qitish usuli, shundoqla Mamtili apandi ijod qilgan maktab naqshillari hamma maktablarda birdek umumlashgan.
Memtili Efendi qo'zg'agan bu yangi ma'arif harakatining dag'dug'isi butkul Tarim vodisini larziga solgan. Aqsu, Qashqa, Yakan, Ko'rla va Turpan qatorliq joylarda Memtili Efendining yangi maktab etishdagi chora-tadbirlari, o'qitish programmasi, o'qituvchilar qo'shinini hal qilish, izchilo atrati tashkillash usullari, gimnastik shakllari va jangovar naqshi marşlari keng ko'lamda umumlashgan. Memtili Efendi tunji qadamni muvaffaqiyatli bosgandan keyin texmi ulug' maqsadlarni ko'ngliga pukib, yana bir qator planlarni ijro qilishga kirishgan. Bu chog'da Memtili Efendining al ichidagi izzat obro'yi bakmi o'sib, u o'ttirg'i qo'ygan planlarni qo'llaydigan, himoya qiladiganlar, iqtisodiy jihatda yordamini ayamaydiganlar burunqidan necha hassi ko'paygan. Memtili Efendi 15 kunda bir qitim echiladigan to'plandi deb ataladigan kasbiy yig'in orqali otishdagi barliq maktablarga yetakchilik qilgan. Maktablarning o'qitish ishlari normal iziga tushgandan keyin har qaysi maktablarda o'qiyotgan 1000 ga yaqin o'quvchi ichidan yeshi bir qadar cho'ng o'qishda a'lochi iqtidorli o'quvchilardan 80 ni tanlab Mashhadda izchilo sinfi ta'sis qilgan. Bu izchilo sinfi alohida maqsad va muddao asosida ta'sis qilingan bo'lib, bu maktabni Memtili Efendi o'zi bevosita tutgan hamda qattiq talab bo'yicha intayin atrofli tarbiyalagan. Bu izchilo sinfi hozirgi to'liqsiz o'rta maktabga teng keladi. Bu o'quvchilar kishilar tarafidan Memtili Efendining izchillari deb atalgan. Memtili Efendi siyosat, ona til, vatan tarixi, millat tarbiyasi, harbiy mashq, naqsh darslarini o'zi ustiga elib o'tgan. Bu izchilar bakmi qattiq talab bilan tarbiyalangan. Memtili Efendi yana Mashhad, Tijan kentlarida cho'qallar sinfi ta'sis qilib, har qaysi maktablar uchun ayol o'qituvchilarni yetishtirgan. Kishilar er o'qituvchilarni apandim, ayol o'qituvchilarni xonim deb atashgan. Memtili Efendi o'zining izchillaridan 40 ni tanlab, otishda yo'lga qo'yilgan yangi ma'arif harakatining tarixiy ahamiyatini tashviq qilish va targ'ib qilish maqsadida 1936-yili yozda otishdan piyoda yo'lga chiqib, bir oydak vaqt ichida Payzavod, Yangisar, Toshmiliq, Opal, To'qquzaq, Qashqar shahri qatorliq joylarni aylantirib kelgan. Izchilo yetib borganli joyda Memtili Efendi o'rgatgan naqshlarni o'qib, san'at nomerlarini o'rindab, tashviqot tekstlarini so'zlab, yangi ma'arifni tashviq qilgan. Uchisiga otishning to'rtlik matosidan tikilgan moshrang izchilo formasi, putiga bir xilda tikilgan xurum o'tik kaygan, dumbisiga palti qistirilgan kichik chamadon ortib olgan, qo'llariga qip-qizil bo'yalgan izchilo kaltik tutib olgan, ratlik tizilib takshi mashkida sapnay barobarlarni mohirlik bilan chelib, jangovar naqshi marshlarni yongritib, hayvat bilan ketayotgan bu ajoyib qo'shinni ko'rgan minglagan, 10 minglagan kishilar ichidan hayajonlanib, ko'zlariga issiq yosh elishgan. Memtili Efendi boshlab mangan bu izchilo bağalli yerida kishilarni larziga selib etgan. Memtili Efendi izchillari bilan bu ma'arif safarini g'alabalik tamomlab bir oydan keyin otishga qaytib kelgan. Memtili Efendi izchillariga safar jarayonida o'zi ijod qilib o'rgatgan Kelduq salomat aylanib degan naqshini o'qitib Mashhad bozoriga yaqinlashganda minglagan yurtdoshlar, ota-onalar, o'qituvchi o'quvchilar yo'l yoqasida turib ularni qizg'in qarshi olgan. 1937-yili 4-oyning boshlarida Xinjiangni zilzilaga solgan Mahmud Sijang voqeasi yuz bergan. Bu chaqda Stalin hukumati tarafidan Shin Shisayning mustabid hokimiyatini mustahkamlashiga yordam qilish uchun Xinjiangga avatilgan qon ichar 3 hojining biri Sovet ittifoqi tarafning alohida xizmat xodimi, Qashqar soqchi idorasining boshlig'i Qodiraji Mahmud Sijang Hindistonga chiqib ketish bilan tang Qashqar tavasidagi millatparvar ziyolilarni, ta'siri zo'r yurt kattallarini,
yaramlıq diniy zotlarni va nomi bor boylarni bir-birlab qo'lga elishga kirishgan. 1937 yili 5-oyning 4-kuni Qodir Hoji o'zining muavini Obul Qosim bilan bir necha soqchini Mamtili apandini qo'lga elishga Qashqardan otishga avatgan. Ular Mamtili apandini qo'lga elib Qashqar Yobog' turmasining 14-kameraga xatarlik siyosiy mahbus sifatida yolg'iz qamagan. Mamtili apandi turma tomlariga kesak bilan isyonkor she'rlarni yezib to'ldirib atgan. Taqtim taq bo'ldi mundiki xalqning nidoyidin. Quloqlarim g'os bo'ldi kishanla sado yedin. Gunohi na ikin bunda qamalgan navqarallarning. Haqqi uyg'uni yo'qtur tengilgan shum gumallarning. Bulbullar tutqun bo'ldi, yurtni bulg'idi qog'a. Kim bo'lsa vatanparvar bir kun esilur darg'a. Urg'ub turgan issiqqan jismimda isyon etar. Kundi mushtumda kesak xat yezib tugab ketar. 1937 yili 5-oyning 29-kuni Shingshisay hokimiyatiga qarshi isyon ko'targan Mahmud Sijongning qoldiq qismlari Yakandagi Abduniyaz Kamolining boshchiligida Mahusan bilan ittifoq tuzib Qashqar shahriga qorshab hujum qilgan. Shu chaqda Qashqar Yobog' turmasini Sovet ittifoqi Qirg'iz otliq polkining polkovniki Mavlonov saqlayotgan bo'lib, u isyonchi qo'shin bilan kechichi etishib oxiri bardoshlik berolmay 5-oyning 30-kuni tong saharda turmadagi Mamtili apandi boshliq 300 dan ortiq siyosiy mahbusni turma g'o'ylasiga ep chiqib, pelomotga tutib bo'lib kirsin chechib ko'ydirib atgan. Bu mislisiz fojiada Uyg'ur xalqi o'zining eng munavvar o'g'illaridan, jumladan 20-asr Uyg'ur tarixidagi eng ulug' muarifchi, talantli tashkilotchi, o't yurak kompozitor va shoir Mamtili apandidan ayrilib qolgan. U shu chaqda amdala 36 yoshga kirgan navqiron yigit edi. Hayvan kabi qismatga mubtilo bo'lgan xalqini insonga xos yashash huquqiga erishishga da'vat qilgan bu ma'rifat o'g'lining fojialik o'limiga 60 yil bo'ldi. Biz bugun cho'nqur tarixiy hissiyot, cheksiz iftixor va qo'yiq tragediya tuyg'usi bilan bu ulug' ustozni aslab turibdimiz. İnsaniyet tarixinin qadami bizni 21-asrning bo'sog'isiga qistab qo'ydi. O'z taqdiriga mas'uliyatchan xalqlar o'zlarining kelajagini astoydil o'ylanish orqali loyihalamoqda. Krizis ichida qilib qiyin tanlashga duch kelganda, shubhisizki har qanday bir xalq o'z avlodlarini mushkulot oldida tamtirab qolmaydigan, izdinish va raqobatlashish ruhiga boy qilib tarbiyalab chiqish uchun ma'arifga murojaat qiladi. Ulug' ma'arifchi Mamtili apandimi ma'rifat mash'ilini to'xtovsiz yilinjitishda mana mushundoq istakdan kuch-quvvat olgan. U ayni yillarda baldur uyg'ongan insonga xos ong bilan ma'arif orqali millatning kulpatlik taqdirini yaxshilash yo'liga o'zini beg'ishlagan. Lekin dillarda qaysarlik bilan tiklangan diniy irodalarni meyib qilib,
ajoyib ulug' armonlarning kulini ko'kka so'rib, buyuk urinishlarning barini bitchit qilib tashlagan ta'tur palak Mamtili apandining niyat iqbolinimi ichildirmay to'zitib aksiyatchi hukumat zulm va nodonlikqa qarshi ko'krak kirib chiqqan barliq azimatlarni gunohkor hisoblab qirib tashlagan. Ana shu qatorda Mamtili apandimi ko'ydirib o'ldirilgan. U qo'zg'agan yangi ma'arif harakatimi uzoqqa bormayla Shingshisay va Gomindang aksiyatchi hokimiyatlarining changaliga tushib, aslidagi maqsadidan chatlatilib o'zlarining chakini maqsadiga uyg'unlashtirilgan edi. Zaman o'zgardi. Junxo Xalq Jumhuriyati qurilgandan keyin Uyg'ur ma'arifi taraqqiyotga erishib, ko'lam jihatda zo'raydi. Avlodlarning tarbiyalanish fursatimi ko'paydi. Ammo sifat masalasi odamni yanada andishiga solmoqda. Yuqori sifatli ma'arif yuqori sapoliq odamlarni yetishtiradi. Yuqori sapoliq odamlar o'zining e'tiqod, irodasi va iqtidori orqali reallikqa hamon tashabbuskor o'rinda turadi. Ularda farq etish va hukm qilish iqtidori, izdinish va raqobatlashish ruhi, boshqalarning va o'zining insoniy qadr-qimmatini hammadan a'lo bilish tuyg'usi kuchli bo'ladi. Garchi zamondoshlarimizning hammasi degudek ma'arifning hal qilg'ush omil ekanligidan iborat shuarni yodga bilsimi, lekin ma'arifga ahamiyat berish va ma'arifning rolini haqiqiy ma'nosi bilan tushunish jihati yanada ojiz. Ro'shanki ma'arifga e'tiborsiz qarash insonning o'ziga va avlodlariga e'tiborsiz muomala qilish hisoblanadi. Haqiqiy ma'nodagi ma'arif jamiyat a'zolarining insoniy, aqliy, ruhiy dunyosining shakllanishini tezlatadigan hamda ularning madaniy taraqqiyot saviyasini va kasb, texnika iqtidorini o'stirishga kafolatlik qiladigan uzuksiz tarbiyalash va ilmiylashtirish jarayoni. U millatning va butkul insoniyatning qimmatli boyliqlarini, barliq ilmiy va amaliy muvaffaqiyatlarini o'rganish asosida shaxsning shakllanishini va taraqqiy qilishini zarur bo'lgan sharoit va qulaylik bilan ta'min etadi. Shaxsning ruhiy iqtidor va jismoniy iqtidorini taraqqiy qildirib, insoniy va oliyjanob turmush odatini shakllantirishga mustahkam ul soladi va shaxsning taraqqiyoti uchun sharoit yaratib berish orqali uning ruhiy dunyosini beyitadi. Shaxsga o'zining insoniyat, oila, millat, jamiyat hamda davlat oldidagi huquqiy va majburiyatini bildiradi. Shuning bilan birga yana uning davlatning ijtimoiy, madaniy, siyosiy va iqtisodiy hayotiga qatnashish aktivligini yetildiradi. Ma'arifning mana shundoq buyuk roli bo'lg'ashqa, ma'lum bir mutafakkur urushda mag'lub bo'lgan millat homini bosh ko'taradi, ma'arifda mag'lub bo'lgan millat mangu bosh ko'taranmaydi deb to'limi to'g'ri aytgan. Biz ma'arifdagi ufqimizning tovanligini tan elishimiz kerak. Chunki biz shaklda ma'arifga ahamiyat beradigandek qiyofatga kiravalsaqmi, lekin realligimiz hammani oshkorlab turibdi. Mamtili apandi 1930-yillari o'z shogirdlarini boshlab ma'rifat marshini yangritib o'tgan ko'chalarda 1990-yillarga kelganda kishini afsuslantiradigan ham cho'nqur o'yga soladigan tavandagidek hajviy ma'niga boy soda marshi yangramoqda. Biz muallim maktabda vodka ochamiz, balalarga langpungni zo'rlab sotamiz. Bizning mingan yo'limiz tapobat yo'li, eng qadrlik dunyoda ko'p bo'lsa puli. Pul boyliqqa talpindi yurak qalbimiz, boyliq bilan tiklanar inovatimiz. Manba bo'ldi sodaga yurtimiz otush, soda bilan echilg'ay saodatimiz. Pul o'zining sehri qudrati bilan yaqinqi bir necha yildan buyon haqiqatanmi e'tiqod va irodasi ojiz kishilarni turkumlab tizbiktirib kelmoqda.
Xeyli bir qism o'qituvchilarmi buning sirtida emas. Tavfiq rohiga yuz kelalaydigan o'qituvchilarni tepish xeyli mushkul. O'qituvchilar o'qituvchiga o'xshamaydigan, doktorlar doktorga o'xshamaydigan, qalamkashlar qalamkashga o'xshamaydigan, tushkunlashish, chiriklashish va yodlashish bilan to'lgan muhitda oliyjanob axloqning nuroniy julosini, haqiqatning tantanasini, vijdonning lapildab turgan o'ngmas bayrog'ini ko'rish haqiqatanmi ta'skan. Mamtili apandi yaratgan tavfiq rohining eng oliy nishoni millatimizning har bir a'zosini yuksak sapoga ega kishilardan qilib tarbiyalab chiqishdan iborat edi. Saposi töven odamlarning hayvon bilan bo'lgan oraliqining intayin qisqa bo'ladiganligi hammaga ayon. Saposi töven odamlarning orzu armonlarimi intayin chakana, g'oyasi intayin nomrod bo'ladi. Her qandaq ulug' ish saposiz insonlarning qo'li tegish bilan tang chakinilishga qarab yuzlanadi. Saposizlik mohiyatda nodonlikdan iborat. Nodon odamlarning taqdiri qismatining qandaq bo'ladiganligi bizga sir emas. 1995-yili kuzda otish eksaqda o'tkazilgan Uyg'ur yangi ma'arifi dunyoga kelganligining 110 yillik to'yiga Qizilsuv oblasti va Otish shahridagi asosliq amaldorlarning xizmati aldirash bo'g'achqa to'liq qatnashamay vakil avatganligi, ammo Otish ishtochi yezisidagi ma'lum bir cho'ngboy bolasining to'yini qilganda xizmati aldirash bu cho'ng kichik amaldorlarning vaqt chiqarib to'liq qatnashib berganligining o'zila nodonligimizni, esil kiyimlarni kiyish, oliy pikaplarda o'ltirish bilan tugatkila bo'lmaydiganligini tushuntirib beradi. Biz yo'qotib qo'ygan angushtarlarimizni izdayli, unutilib qolgan angushtarlarimizni aslayli. Biz bugun yarim asrdan ortiq vaqtdan buyon unutilib qolgan va unutildirib etilgan qimmatli angushtarimiz tavfiq rohi bilan tanishib, uni aslab seg'inib turibdimiz. Amdiki gap uning qadriga yetishda ham uni vujudimizga singdirishda qoldi. 21-asrning bo'sog'isida tingirqab turgan millionlagan qarindoshlarimga shundoq voqirig'im keladi. Xalqlar va millatlarning o'z taqdiri ustida o'ylanishi, o'zlarining qaloq, nomrod va ojiz ahvolini o'zgartirishning qo'yida bo'lishi, yashashga va taraqqiyotga intilishi gunoh emas. Aksicha izdinish va raqobat bilan to'lgan bu dunyoning hayotlik qonuniyatlariga uyg'un. Bizning kelajagimizga munosabatlik eng oxirgi umidimiz ma'arifga bog'liq. Chunki qiyomatning piltisi ma'arif zavol topgan yerda. 1997-yil yozildi.